Xullas mashinani yomonini topib qo'ydim. Menimcha bitta like bosmasangiz bo'lmaydi. 2009-yil Brabus qayta jihoz. Buni mashinani yaxshi tushunganlar o'zi juda ham yaxshi biladi. Yaxshi kunlarda xizmat qilsin deb turib, chiroyli qilib tayyorlab qo'ygan mashina. Xullas bu Brabusimizni kraska holatlari bir qur qarab qo'yilgan. Komfortlariga keladigan bo'lsak, hamma narsasi ishlab turibdi. Davotchiklar ishlab turibdi, panoramalari bor, elektropaket o'rindiqlari bor. Salon juda ham go'zal holatda, o'rindiqlarni eslab qolish qobiliyati, multirollari. Xullas mashina juda ham go'zal va bilasizlar, biznes klassdagi mashina hisoblanadi. Menimcha 2026-yilda shunaqasidan bitta bosib olmasangiz bo'lmaydi. Bitta like bosib qo'ying. Bosdingizmi? Xullas, mana shunaqa mashinani olmoqchi bo'lsangiz, egalar nomerini pastda qoldiramiz. Podrobniy ma'lumotlarni beradilar. 31200 ga bosib olsangiz bo'ladi.